Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana o'sha Dilsanor Bidinov bo'ladi. Xo'sh do'stlar, bugungi videoyimda mana shu akkauntni ko'rib turganlaringizdek obzor qilaman va mana shu akkauntimni YouTube'da 100 ta obunachiga ega bo'lganimda tekinga qaysidir omadli obunachimga berib yubormoqchiman. Buning boisi men yangi akkaunt olmoqdaman. Xudo xohlasa olaman albatta. Xo'sh, mana futbolchilarni asta-sekinlik bilan ko'rsatib chiqmoqdaman. Bu yerda bo'lgan futbolchilar hamda yaxshi kuchaygan futbolchilarni ko'rsatib chiqaman. Hozir umumiy holatda ko'rsatganim yaxshiroq. O'zlaringiz aniq ko'rib chiqasizlar. Bu yerda yaxshi kuchaygan futbolchilar ko'p. Mbappedan 2 ta 100 chiqqan. Xudo xohlasa bundan ham 6 ta 100 chiqarishga harakat qilamiz. Bu yerda dinamik agentlardan 4 ta olganman. Dream Stars'dan esa 3 ta olgandim, 2 tasini sotib yuborganman. Bu esa Ronaldo yaxshi kuchaygan, Lewandowski ham, Messi ham bor. Bu yerda sotib yuborganlarim edi. Xo'sh, bu yerda Dream Points, ya'ni DP deyiladi. Bu yerda 34 ming yiqqanman. Va bu yerda bitta legendarniy scout bor. Xo'sh, stadionim ko'rsatadigan bo'lsam, trening sentrga 3 ta yulduzchalik qilganman. Bu yerda futbolchining sig'imi 32 ta, futbolchi olsa bo'ladi. Komerikal, hamma biladi buni ham. Buni ham hamma biladi. Bu esa scout va agentlarni kamaytirib beradi. Hozir stadionim 77 ming sig'imda. Hozir buni kapitalga o'zgartirib, tomlarni yopib chiqamiz. Chamasi 10 ming tangacha ketadi bu yerda. Hozir to'g'rilab chiqay. Taxminlarim to'g'ri chiqdi. 11 ming tangacha ketar ekan, 10.833. Bu yerda yana formalar ochilmagan hali. 300 tami olmos ketadi menimcha. Bu yerda esa logo, Real Madridning logosini qo'yganman. Logo ochiq albatta. Xohlaganingizni qo'yishingiz mumkin. Akkauntning bali esa 90.7. Xo'sh do'stlar, menga kim obuna bo'lsa, mana shu 100 ta obunachi bo'lsam, bitta omadli obunachimga shu akkauntni tekinga sovg'a qilib yuboraman albatta. Buning uchun obuna bo'ling, like bosing. Kanalimizga yaxshi bomba aktiv qilib bersalaringiz, men mana shu akkauntni tekinga sovg'a qilaman. Xayr, sog' salomat bo'lingizlar.